Ozish uchun dieta qildingiz, har xil masalalarni qilib ko'rdingiz, ovqat kam yeyapsiz, baribir ozmayapsiz, sizga ajoyib vitaminlar orqali ozishni tavsiya qilaman. Sizga bu vitaminlarni tushuntirishimdan oldin profilimga o'ting, podpiska bosing, layklarni bosib qo'ying. Xo'p, ertalab turdingiz, ertalab turgandan keyin 400 ml, 500 ml gacha bo'lgan suvni tana haroratida, ya'ni iliq suvni ichasiz. Ichganingizdan keyin sirazu bitrini o'sha vaqtda birga ichib olasiz. Yarim soat 40 minut, 1 soat o'tdi, ovqatdan, ertalab nonushtadan oldin omega 3 ni ham ichasiz. Xuddi shu zaylda davom etib, tushlik vaqtida vitamin C, ya'ni askarbinkani tushlik vaqtida ichasiz. Magniyni ko'pchilik har xil turini biladi. Aynan magniyni malatini tavsiya qilaman. Bu juda ham yaxshi effekt beradi. Kechki paytga magniy malatni ichib yotasiz. Yanada qiziqarliroq, bundanda yaxshi tavsiyalarni ko'rish uchun profilimga o'ting, obuna bo'ling. Siz uchun xizmatdamiz. Salomat bo'ling.